Markaziy televiziya stansiyasi 2018 yılı 9 ayning 21 kuni Beijing vaqti soat 8 da mamlakat bo'yicha bir tutash xabar taqib, Şinjan Uyghur Abnum rayonining sobiq raisi, Jungo Davlat taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining muavin mudiri, Davlat energiya ministri partiya guruhining sekretari Nurbekirning intizomga va qonunga eg'ir xiloflik qilganligi uchun Markaziy intizom tekshirish komiteti va Davlat reviziya komitetining ma'muriy taftish tarafidan tekshirilayotganligini dedi. Xitoy kommunistlarining bu qilmishiga Sharqi Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash Rezil Xitoy kommunistlari Uyg'ur xalqining diniy va fanni olimlari va professor doktorlarini keng ko'lamda tutqilab bo'lgandan keyin endi nejis qora qo'lini Uyg'urlarning yuqori darajalik amaldorlari qaratdi. Nurbekirda Xitoyga sodiq bir amaldorning tutqilinishi Sharq Turkistondagi kurashning eng yuqori chekiga yetganligini, har qanday yuqori darajalik Uyg'ur amaldorlarining bu kurashning sirtida qolmaydiganligi, hamon Xitoy kommunistlariga yem bo'lganligi namoyon bo'ldi dedi. Qarqash yana Xitoyga zo'r ishonch bog'lab, ulardan zo'r umid kutib uyqusini ochmayotgan xalqimizga ho'sharlikni o'stirib, yovuzlarning tabiati hamon o'zgarmaydiganligini eskartdi. Dunyoning sukuti Xitoyning xo'rigini o'stirib, Sharq Turkistondagi zulmini texmi kuchaytirishga fursat yaratib bermoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoy Uyg'urlarni kollektiv shaklda so'lab, qamoqqa hukm qilmoqda. Sharq Turkistondan yo'llangan bir ovoz hujjatida aytilishicha, yaqin noyisda bir kun ichida 500 dan ortiq kishi so'linib qamoqqa hukm qilingan. Ular er ayol cho'ng kichik deb ayrilmasdan necha yuz kishi biroqli tor maynat so'loqlarga qamalgan. Bu yilning boshlarida Xitoy turmusida shahid qilingan danglik Uyg'ur diniy olim Muhammad Salih Damul Hajimning butkul urug' tuqqanlarining tutqun qilinganligi bildirildi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Muhammad Salih Damul Hajim tutilgan vaqtda uning butun jamiyati er ayol cho'ng kichik demasdan soqchilar tarafidan tutqun qilingan va shundan keyin hech bir izdergi bo'lmagan. Sharq Turkistonda yaqindan buyon danglik yozuvchi va professorlarni atalmish ikkiyuzlamachilik bilan ayblab tutqun qilish davom qilmoqda. Ular Xitoy hokimiyatining tasavvur qilg'isiz besimi ostida yashamoqda. Adabiy tarjimalar jurnalining bosh muharriri Qaysar Qayyumning atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga ilib ketilgandan keyin bir mezgil hech izdergi bo'lmaganligi, orqadan o'zini o'ltirib olganligi haqida xabarlar taqalganligi bildirildi. Egilishicha ro'y besimlarga bardosh beramagan Qaysar Qayyum derizdan sakrab o'zini o'ltirib olgan. Amerika Xitoyning Rossiyadan S-400 tipli havo mudofaa sistemasi olganligi sababli Xitoy mudofaa ministrining ishchi xizmatchilariga qarshi embargo qarori oldi. Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori bu embargoning eng qisqa vaqtda yurgizilganligini bildirdi.